Bismillah deb 3-qismini ham boshlab yubordi. 2 qop shag'alni mashinamga ortib olib keldim. Qani, Matizga. Ko'rib turganingizdek, aravani olib chiqib, shag'al olib kiraman. Nimaga desanglar, turponni ustiga sement quyib bo'lmaydi. Ozgina shag'al sovordim, u joyini videoga olmayman, zaps bosilmay qolibdi. Keyin uyda turgan 2 qop qum bilan sementni aralashtirib, mana hasharga qizim keldi. Shatillatib bu yoqdan qarashib turibdi, bu yoqdan men solib olib kirib ketyapman. Mana shag'al solganimni ko'ra olmadinglar, lekin hammasini solib ketidan sement quyibman. Bu ko'rinish 100% bitgani emas. 50% desa ham bo'ladi, chunki sement qolma orqasidagi g'ishtlarni ham hali yopishim kerak. Mana sement ham yetib boryapti. Oxirgi endi yomon bo'lyapti. Mana shu joyda oxirida kichkina joy qoldi. Men ozgina o'yladim. Keyin mana shu yerda qolgani mana shu boshqa hech qanaqa qo'shmadim, tavakkaliga hammasini cheligiga soldim. Lekin xudoyim chevardi, qarang, rovna yetadigan qilib qo'ygan ekanman. Buni ham oxirgisini qorib cheligiga soldim. Cheli ham salkam to'rishiga yaqin bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, mana tepadan ham video qoldim. Mana cho'tki bo'lib hammasiga yetdi. Ko'rib turganingizdek, hammasi cho'tki bo'ldi. Ishga nechi baho? 3 mi, 4 mi? Zo'rmas-u, bundan keyinchi. Salomat bo'lasizlar. Davomini keyingi kunlarda bitta qo'yib boramiz. Ya'ni birga ish qilamiz.